Seni qora deb, sariq deb ustingdan kulayotganlar rasmni ustidan kulishyaptimi, rassomni ustidan kulishyaptimi? Seni shu rang bilan ranglab qo'ygan, shu rangni senga bergan Parvardigorini san'atini ustidan kulishmayaptimi? Shuning uchun bo'yningni qisman shalpon quloq bo'lsang, soching qo'ng'iroq bo'lsa, soching erta to'kilib ketsa, bu Allohning bergan xilqati, rozi bo'laver. Uzunsan, pakanasan. Buni o'zini holiga qo'y. Chunki bu hukm bilan yozilgan. Boringcha o'zingni qabul qil. Endi xulqing, fe'li atvoringni yaxshi tomonga o'zgartir deb aytdik. Savol tug'iladi. Yaxshi tomon deganda nimani tushunasan? Bizga g'arbi sharqdan kelayotgan o'lchov tushunchalarni tushunasanmi? Agar ha, yaxshi taraf deganda mana shu g'arbni, sharqni tasavvurlari deyotgan bo'lsang, bu katta muammo. Agar sen chin musulmon bo'ladigan bo'lsang, yaxshi taraf deganda kitobi sunnatni tushunasan. Alloh va payg'ambarning so'zini tushunasan. Sahobalarni, tobiinlarni va salaf ulamolarni o'zingga andozada bilasan.